Assalomu alaykum. Siz bilan Farhod Dadajonov. Ushbu kursimiz .NET ilovalarini performance testing qilish mavzusiga bag'ishlangan. Agar siz middle yoki senior darajasidagi dasturchi bo'lsangiz va qanday qilib o'z yozgan dasturlaringizni load testing qilishni bilib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu kurs aynan siz uchun. Kurs davomida biz performance testingga aloqador bo'lgan nazariy bilimlar bilan birgalikda API xizmatimizni qanday qilib amaliyotda load testing qilishni ko'rib chiqamiz. Performance testing o'zi nima uchun uni bajarishimiz kerak, uni qanday turlari bor degan savollarga javob topamiz. Shu bilan birga Grafana K6 degan tool yordamida ASP.NET Core da yozilgan API xizmatimizni load testing qilishni bilib olamiz. Performance testing davomida Kestrelni o'zini built-in bo'lgan performance metrikalarini o'qishni, ularni eksport qilishni, ularni tahlil qilishni, undan tashqari Prometheus yordamida o'sha metrikalarni olib, keyin Grafanada chiroyli grafikli ko'rinishida vizualizatsiya qilishni ham bilib olamiz. Undan tashqari o'zimizni custom metrikalarni yozishni va ularni kodimizni tegishli joylariga joylashtirib, mana shu natijalarga qarab o'zimizni .NET da yozgan kodlarimiz performance tomonlama qanday ishlayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Performance testing yordamida biz tizimni unga qo'yilgan o'sha performance talablariga qanchalik mos kelishini tekshiramiz. Bunda tizimga katta yuklama qo'yilganda, tizim o'zini qanday tutyapti? Misol uchun har bitta so'rovni processing qilishga qancha vaqt ketyapti? Endi stress test yordamida biz dasturimizni sinish nuqtasini, ya'ni uzoq bilan qancha yuklamani ko'tara olish joyini aniqlaymiz. Buning uchun OpenTelemetry degan maxsus NuGet paketdan foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki execution planni ko'radigan bo'lsak, mana 100% table scan bajarilganligini ko'rib turibmiz va mana test case'imiz bajarildi. Mana ko'rib turganimizdek, qanchadan qancha so'rovlar fail bo'lyapti. Aynan shu dashbordni ishlata olishingiz uchun sizlar Grafanadan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Vaqti bilan uni tozalab turishimiz, u juda ham ko'payib ketib, xotiradan ko'p joy olmasligini oldini olishimiz kerak bo'ladi. Bu tizim monolit ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, monolit degani barcha xizmatlar hammasi bitta dasturiy ta'minotda, bitta tizimda ishlaydi degani. Biz monolitni horizontal scale qila olmaymiz, balki faqatgina vertikal scale qila olamiz. Bu kurs hammamiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, boshlaylik.